Hovlida yashab kvartira olayotganlarga xuddi shu kvartiramizdek 117 kvadratdan mayda-maydaliklarda assalomu alaykum hammaga. Bugungi kvartiramiz vokzalda Krasniy dom 5-etaj 4 xonalik 117 kvadrat. Aytganimday, mana bu sanuzlimiz, kirib chiqish eshigi, o'ng qo'lda sanuzlimiz joylashgan. Pollar politropli pol qilingan. Birinchi xonamiz spalniya bo'lyapti. Spalniya barcha orzu havaslar qilingan. Plus yana bitta sanuzlimiz. Qish. Birinchi yotoqxonamiz. Uning yonida kuxnya joylashgan, o'zining staj zonalar bilan birgalikda. Hamma bitovoy texnikalar bilan birgalikda surilyapti. Tezda olib qo'yadigan joyi. Bunisi bolalar yotoqxonasi, o'zining konditsioneri, dars qiladigan joylar bilan birgalikda. Bu uchinchi yotoqxonamiz. Pol devorlari atachento qilingan va so'nggi xonamiz esa bu zal bo'lyapti. Bu zal o'zining konditsioneri, kattagina lyustrasi va mebellar bilan birgalikda berilyapti. Bu kvartiramiz 140 ming deb baholanyapti. Yana ham savdosi bor. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ma'lumot olsangiz bo'ladi.